Arximetning menga tayanch nuqtani topib bering va men yerni o'z o'qidan chiqarib tashlayman degan so'zlari bor. Universitet ta'sischilari, ya'ni pul tikkan insonlar universitetni rahbarligini umuman qilishmaydi, amalga oshirishmaydi. Top menejerlarni ro'yxati chiqdi o'tgan yili ko'rgan bo'lsangiz. Mana shu ro'yxatda ham birinchi o'rinda iqtisodiyot universiteti turibdi. Har bir davlatni o'sishida iqtisodiy driverlardan hisoblangan bu inson kapitali. Yarim semestrni, bir semestrni o'qib kelib, buni yana qolgan kursini davom ettirib ketaveradi. Oldin bunaqa bo'lgan emas. Jahon tillari endi tilni maqsad emas, vosita sifatida qaraydi. Til orqali boshqa kontentni o'rganishga harakat qiladi. Bitta o'ringa 20 ta to'g'ri keladi. Endi 170 ball kamida olish kerak. Undan tashqari imtiyozlar bor endi. To'g'ri. Mana O'zbekistonda IT sohasiga katta ahamiyat berish asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Juda ko'p chet eldagi IT korxonalar hozir hab sifatida O'zbekistonni tanlab, O'zbekistonda o'zlarini korxonalarini tashkil qilishyapti. Juda ko'plab gigant kompaniyalar O'zbekistonga o'zlarining ofislarini ko'chirib o'tkazishyapti. Tayanch nuqtasi davom etadi. Iqtisodiyotga bo'lgan qiziqish hali ham yuqori bizda. Shuni hisobiga biz Amerikadagi bosh kampusda o'sha fakultetidan ham ko'proq darajada o'qitiladi iqtisodiyot yo'nalishi. Har bitta qadam huquqiy nuqtai nazardan ta'minlangan bo'lishi kerak va bu xalqaro huquqni va milliy huquqimizni uyg'unlashtirgan holda bilish kerak. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xabaringiz bor, biz oldinlari xalq ta'limiga, oliy ta'limiga bag'ishlangan tahliliy ko'rsatuvlarimizni olib borardik. Ya'ni bu ko'rsatuv nomi tayanch nuqtasi edi. Mana endilikda Vatandosh TV platformasi orqali bu ko'rsatuvlarimizni davom ettirish niyatimiz bor. Demak, tayanch nuqtasiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston davlat ta'lim muassasalari assotsiatsiyasi raisi Nurimon aka Abulhasan. Nurimon aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Juda xursand bo'ldik. Umuman ko'plar uchun bu yangilik bo'lishi mumkin. Ya'ni bunday bir assotsiatsiyani O'zbekistonda borligi, bunday uyushmani borligi. Keling, unda bu uyushmani funksiyasi nimadan iborat? Shundan boshlasak. Avvalambor taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Minnatdorlik izhor etaman. Yig'ilib qolgan va bizni hozirgi kunda ba'zi bir qiynayotgan masalalar bor edi. To'g'ri. Shu masalalar yuzasidan mana shu ko'rsatuv orqali bir suhbatlashib, buni muolajasini birga qidiramiz degan umiddaman. Va umuman 2024-yilda biz mana shu 2019-yilda o'zi ta'sis etilgan mana shu nodavlat ta'lim muassasalari assotsiatsiyasini jonlantirdik. Bu assotsiatsiya o'zi mana shu demak oldin bordi. Avval bo'lgan va COVID-19 munosabati bilan bu assotsiatsiya o'z faoliyatini yurg'iza olmagan. Va ana shu assotsiatsiyani biz jonlantirdik va maqsadimiz nimadan iborat desak, bugungi kunda ko'ryapmiz, mana shu O'zbekiston Respublikasi hududida nodavlat ta'lim muassasalari birmuncha ko'paydi va bu muassasalarning orasida masalan bog'chalar, maktablar, texnikumlar. Demak, faqat universitetlar emas, ya'ni butun. Albatta. Biz bugungi kunda o'sha ko'p sonli talabalarimiz, o'quvchilarimiz ularning manfaatlarini o'ylagan holda va umuman bugungi kunda nodavlat ta'lim degan paytimizda ana shu davlat ta'lim muassasalariga ko'rsatilayotgan imtiyozlar, ularga berilayotgan va yaratib berilayotgan sharoitlarni inobatga olib, nima uchun nodavlatga ham mana shu sharoitlarni qilmasligimiz kerak. To'g'ri. Degan eng katta maqsad shunaqa bo'lganki, bizda ya'ni O'zbekiston hududida avval kuzatilmagan bu holat, ya'ni nodavlat tashkilotlar bo'lmagan, ta'lim muassasalari demoqchiman. Va o'sha paydo bo'lgandan keyin oxirgi yillarda ana shu nodavlat ta'lim muassasalari deganda endi ko'pincha masalan universitetlar ko'p ko'z oldimizga keladi, lekin bu yerda bog'chalarning ham ulushi katta hozir. Umuman maktablar, professional ta'lim. Mana shu demak yo'nalishda biz assotsiatsiyani pirovard maqsadi qilib shuni oldikki, davlat bilan nodavlat muassasalarning o'rtasida bir ko'prik vazifasini bajarsak. Ya'ni nodavlatlarda yuzaga kelayotgan ba'zi bir muammolar, ularning yechimini
shunday qilsakki, o'rtada nizolarsiz, tushunmovchiliklarsiz va bitta vatanda yashab, hammamizni qo'limizda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi degan juda ham bir katta bir hujjatimiz bor. To'g'ri, ikkala muassasaga ham O'zbekiston fuqarosi vatandoshlar, ya'ni fuqarolari bo'ladi, ya'ni shuning uchun qo'ymasdan. bu yerda misol uchun o'zi aslida borku, Azamat aka, men hozir harakat qilyapman shu nodavlat degan so'zni chiqarib tashlashni. Chunki o'zi aslida biz adliya ro'yxatidan o'tib qo'ygan ekanda 19-yilda. Men boshqacharoq nomlashni tavsiya qilgan edim boshida. Lekin bu tayyor va nodavlat ta'lim muassasalari assotsiatsiyasi degan adliya ro'yxatidan o'tkazilgan bir tashkilot bo'lgani uchun biz yuritib turaylik, yana kelgusida ko'ramiz degan edik. Va nima uchun bu narsani aytyapman Azamat aka? Chunki ko'p joyda ko'ryapmiz, nodavlat deb turib biz qandaydir bir bolalarimizni, ana shu yerdagi o'quvchilarimizni, talabalarimizni qandaydir bir ajralib qolayotgandek his qilyapmiz-da. Mana hozir oxirgi vaqtlarda juda ko'p buni xabarlardan o'qiymiz. Ba'zi universitetlar masalan o'sha yopilish haqida sudlargacha masalan o'sha ularga qarshi arizalar berilgan. Muammolar nimadan iborat? Aslida ba'zan o'ylab qolamanki, ya'ni kimdir vaqtda litsenziya bergan. Masalan, ya'ni u litsenziya demak qaysi bir shartlarga ko'ra berilgan, ma'lum bir muddat o'tib universitet yopilishi kerak, universitet sudlanishi kerak. Ya'ni universitet turli tayziqlardan o'tishi kerak. Ya'ni bu ham talabalar uchun stress, o'qituvchilar uchun stress, xuddiki bir universitetdan ikkinchi universitetga o'tishi. Chunki yoshlar odatda xususiy bilan davlat o'rtasida uncha farqni sezmaydi. Ya'ni bunaqa bo'rtirib, ya'ni bu universitet qanaqadir bir shartlarni bajarmaganligi uchun qiziq. Ya'ni asosiy sabab nimadan iborat? Ya'ni universitetlarga, ya'ni bu xususiy universitetlarga nisbatan bo'lgan bu qandaydir bir nima deydi, bir chetlatilgan, ya'ni bular boshqa kategoriyadagi insonlar sifatida qarash. O'zi aslida Azamat aka 2024-yili biza mana shu assotsiatsiyani jonlantirishdan asosiy maqsad ham ayni mana shu 5-6 ta universitetlar juda ham qisqa muddat ichida yopilgandan keyin bizda bir jamoamizda shunaqangi bir katta savol tug'ildi-da. Endi qarang, misol uchun men o'sha davrda, ya'ni yopilgan boshqa universitetlar, ya'ni ochilib bir necha oy ishlab talabalarni olishga ham ulgurgan. Universitetlar yopilib ketgandan keyin men o'sha paytda Navoiyda bir universitetda, xususiy universitetda rektor edim. Shu yerda bilasizmi, rektor va talabalar degan biz doim haftada bir marta uchrashuv qilardik. Bolalar bilan uchrashardik, boshqa qilardik. Shu yerda endi baribir ijtimoiy tarmoq bugungi kunda hamma yoq masalan ochiq ma'lumot. Talabalarning savolini, menga bergan savolini eslamoqchiman. Bir talabamiz turdida aytdiki, ustoz dedi, mana universitetlar yopilyapti xususiylar. Siz masalan kafolat bera olasizmi bizning universitetimiz yopilmasligiga? Biz endi qanday o'y fikr bilan yuraylik? Bizning ota-onamiz qanday fikrda yursin? Demak, universitetni yopish birgina sudga berishlik bilan shunchalik oson bo'lsa, bu universitetni ochish qanchalik qiyin ekanligini ko'rdik. Lekin birgina shu sudni majlisi bilan bitta katta bir tashkilot, katta bir jamoa, katta bir talabalarni o'ylamasdan turib bunaqa ish bo'ladigan bo'lsa, unda biz qanday to'xtamga kelishimiz kerak, qanaqa fikrga borishimiz kerak degan paytda bu endi bilasiz, rektor uchun juda bu savolga to'g'ridan to'g'ri javob berish juda og'ir. Chunki albatta biz ham o'sha paytda bilmasdik bizni universitetimizga hali nima hukm qilinadi, qanday bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun bu yerda men mana shu Toshkentga kelib shu narsalarda bir qandaydir bir mana shu shuncha qora ko'z, qanchasi niyatlar bilan ular o'qishga kirgan, ularni ham qanchasi misol uchun o'zini ustida ishlab kelgusida bir jamiyatda o'zini o'rnini topishga harakat qiladi baribir. Ular ham o'zimizni farzandlarimizda bunday olib qaragan paytimizda o'sha qora ko'zlar bizni qora ko'zlarimiz. To'g'ri. Keyin qarangda, mana shu xorijiy davlatlarda umuman peshqadam universitetlar, bular xususiy universitetlar hisoblanadi va qiziq bir fakt, chet elda
umuman xususiy universitetlarni nomi yoniga nodavlat tashkiloti degan tushuncha qo'yilmaydida. Albatta. Faqatgina universitetni nomi yoziladi. U universitetni ya'ni u yerda davlat degan public tushuncha veb saytda yoziladi. Ha. Xususiy universitetni ham veb saytda aynan ifoda etib shu yerda yoziladida bu narsa. Bizda nima uchundir aynan xususiy universitetlarga nisbatan ya'ni qay bir joyda bir nafrat bo'lishi mumkin, qay bir joyda bir hasad bo'lishi mumkin, qay bir joyda bir xususiy universitetlarni ishonchsizlikmi, ya'ni bu qandaydir bir biz haligi sovet davlatdan chiqqan insonlar kabi xususiylikka, ya'ni xususiy universitetni bor bo'lishiga hali buncha ishonchimiz yo'qmi? Ishonchimiz yo'q bo'lsa nima uchun ochdik? Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Kelajakda bu yaqin 5-10 yillikda xususiy universitetlar ahvoli qanday bo'ladi? Azamat aka, demak, to'g'ri savolni ko'taryapsiz. Avvalambor ana shu yopilib ketgan universitetlarni misol uchun mana hozir taqdirini ham biz o'rganib chiqyapmiz. Bu o'zi aslida misol uchun bizni juda ham hayratga solgan va bizni juda ham bir xafa qilgan holat bu. Buni ham aytib ketishimiz kerak. To'g'ri. Masalan, u har qanday holatda ham agarda universitetga litsenziya berilgandan keyin, demak litsenziya berilgan-ku, masalan. To'g'ri. Litsenziya berilgandan keyin demak qaysidir shartlar albatta amalga oshirilgan bo'lgan o'sha paytda-da. Va mayli sudga ham berish huquqi bor oliy ta'limni, bersin mayli. Lekin har qanday tashkilot, misol uchun nodavlat tashkilot bo'ladimi yoki umuman tijorat tashkiloti bo'ladimi, biznesni boshlagandan keyin uni biznesini yo'lga qo'yib olish uchun bir muayyan muddat berilishi kerak. Kamida 3 yil. Kamida 3 yil u ishlab ko'rsin. U misol uchun o'sha o'zini masalan litsenziya qo'lida litsenziya bo'lgandan keyin qanaqadir bir nima deydi, arzimagan bir misol uchun vajlar, sabablar ko'rsatiladi. Masalan qarang, vajlarni ko'rsatilishi misol uchun asosan bino bo'yicha-da, ya'ni tushundingizmi? Ya'ni ilmiy salohiyat bo'yicha bo'lsa boshqacha bo'lardi. Ya'ni masalan kerakli darajada o'quv dasturlari, silabuslar amalga oshirilmagan desak, unda to'g'ri bo'ladi. Turibdi, kvadrat metr yetmaydi. Masalan, endi shunga o'xshagan yoki ba'zilarda juda ham bir absurd bir holatlar, qaysidir prorektor yo'qligi, ya'ni bir rektorni bir maslahatchisi tayinlanmagan ekan deb turib ham bitta universitet yopilib ketdi-da, masalan. Qarang, Azamat aka, bu absurd narsalar-da. Bu demak, qarangda, masalan, xususiy universitetlarning o'zining shakli bor-da. Masalan, o'zi juda ko'p davlat tashkilotlari sotuvga qo'yilgan. Bizni fikrimizcha, bular sotilgandan keyin yangi uni sohibi, o'sha tashkilotlarning sohibi strukturani umuman o'zgartiradi. Optimizatsiyaga ketadi, ya'ni u agar zavodni ishlatadigan bo'lsa ham, uni ichidagi insonlarning strukturasini o'zgartiradi-da. Qiziq narsa, ya'ni tushunaman, masalan, o'quv rejalari davlat talab qilishi mumkin-da, lekin tashkiliy org strukturadagi qaysi lavozim bo'lish kerak, qaysi lavozimda hech kishi ishlash kerak, men o'ylayman bu narsani xususiy universitetni o'zi hal qilish kerak. Chunki masalan davlat universitetlari bilan subsidiya bilan yashaydigan universitetlar, ya'ni 100 ta insonni olib 10 ta inson bajaradigan ish uchun 100 ta insonni olib ishlataversangiz mumkin. Lekin xususiy universitetlarda unaqa privilegiyasi yo'q. Ya'ni har bir keladigan so'mni imkon qadar ular ishlatishga harakat qiladi. Ya'ni nahotki qiziq, ya'ni bu bizda yangi konsepsiya bo'lganligi uchun xususiy universitetlar vazirlikda bir Garvardni, boshqa universitetlarni konsepsiyasini tushunadigan inson nahotki masalan shu xususiy universitetlarni yonida turib bera olmadi. Azamat aka, hozir sal avval savolda javob ham bor edi sizda. Javob shundan iboratki, baribir biz sovet davrida yashaganmiz. Masalanda bizda xususiy degan narsa tushuncha bo'lmagan. Hamma narsa nima uchun edi? Kolxoz uchun edi. Biz shunaqa jamiyatda yashadikki, biz xususiy degan narsani hech qachon qabul qilmaganmiz, qila olmaganmiz va qildirishmagan bizga xususiy degan. Chunki agarda kimda xususiy mol davlat bo'ladigan bo'lsa, u davlat dushmani edi. Bunday olib qarasak. To'g'rimi? U boy qatlam, u kapitalist yozib berishgan, yozib berilgan. Agarda sizni misol uchun uyingizni misol uchun 2 qavat qilib qura olarmidingiz?
mumkin emas u narsa. Mumkin emas-edi, agarda shunaqa qilgan taqdiringizda ham umuman muammo qilgan bo'ladi. taqdiringizda ham qamalardingiz. Ya'ni siz o'zingiz mana o'sha savolni javobda ham aytib ketdingiz. Bu jamiyat shunaqa jamiyat, lekin ozgina vaqt kerak. Biz o'zi masalan men nima uchun boya gapni boshladim? Qozog'iston bilan biz solishtirib ko'rdik. Ya'ni biz tahlil nuqtai nazaridan-da To'g'ri. Qozog'iston bilan solishtirib ko'rdik. Qozog'istonda 20 yil avval xususiy universitetlar ta'sis etilgan. Ta'sischilari bo'lgan, 20 yil avval ular ishladi va biz masalan yonimizdagi turgan mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi. Yonimizda bo'lganni bitta o'rganishimiz kerak. Oliy ta'lim ham shu narsani o'rganish kerak. Qaysiki qarang. Bitta Chimkentda aytaman sizga. Chimkent viloyatida 45 ta xususiy universitet ochilgan 20 yil avval. 45 ta ochilgan. Chimkent qanaqa kichkinagina joy. To'g'ri, to'g'ri. 45 ta universitet ochildi. Lekin oliy ta'lim yoki boshqa demak mutasaddi tashkilot va vazirliklar unga to'siq qo'ymadi. Hech narsada to'siq qo'ymadi. Aksincha, ularga qo'llab-quvvatlov berib, har taraflama ochilinglar, ishlanglar, qani ko'rsatinglar o'zinglarni deyildi. 20 yil qarang, nimani tarbiyalab berdi. 20 yil ichida hozirgi kunda Chimkentda 4 ta universitet qoldi. 20 yilda 4 ta universitet qoldi. Nima sababdan? Ya'ni ular bozorda raqobatga chidolmadi qolganlari. Ya'ni demoqchisiz, bozorni o'zi belgilab berdi. Bozorni o'zi belgilab berdi. Juda yaxshi. Unda keling boshqa savol beraman sizga. Agar masalan mana prezidentimiz 2019-yilda chiqqan qarorlar bor, konsepsiya, ya'ni oliy ta'limni 2030-yilga rivojlantirishga qaratilgan konsepsiya. Konsepsiya, to'g'ri. Shu konsepsiyada agar biz 2019dan boshlab universitetlar, zavod, fabrika singari davlatni yalpi ichki mahsulotga hissa qo'shadigan bo'lsa, demak universitetlar o'sha o'zini ilmiy g'oyalarini, ya'ni tijoratlashuv jarayoni orqali, ya'ni ham universitetga ham davlatga pul tushirish kerak. Unda shunaqa bir savol paydo bo'ladi. Ya'ni masalan davlat universitetlari bir chekkada bor va xususiy universitetlar bor. Qiziq bir paradoks borki, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi, ya'ni xususiy universitetlarni nazorat qiladigan davlat tashkiloti va davlat universitetlarini nazorat qiladigan ham davlat tashkiloti. Ajabo, ya'ni unda universitetlarni nazorat qiladigan tashkilot xususiy bo'lishi kerak emasmi? Neytral bir albatta agentlikka o'xshagan. Chunki konsepsiyada aynan bu narsa yozilgan. Ya'ni mustaqil reyting agentliklari tashkil etilsin degan tushuncha. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Azamat aka, siz juda ham og'riqli mavzuyimizni ko'tardingiz-da hozir. Chunki o'zi mantiqan qaraydigan bo'lsak, masalan, u xususiy universitetlarga davlat tashkilotlarini litsenziya berishi o'zi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Mantiqsizlik bu. Chunki biz universitetlarni misol uchun ochilishidan o'zi ko'zlanayotgan asosiy maqsadga qaratishimiz kerak-da. U davlat tomonidan ochiladimi, xususiy masalan ta'sischilar tomonidan ochiladimi? Biz birinchi oldimizga qo'yadigan pirovard maqsadga e'tibor qaratishimiz kerak. Maqsad nima deganda, maqsad biz yetuk kadrlarni yetishtirib berish. Maqsadimiz, hammamizning maqsadimiz bitta bo'lish kerak va bitta tomi tagida bo'lish kerak u maqsad. Ya'ni biz hozirgi kunda u xususiy, bu davlat deydigan narsani o'zi gapirishimizni o'zi 21-asrga to'g'ri kelmaydigan narsalar bular. Buni xalq, ota-ona va bozor belgilash kerak deysiz. Har bir universitetni o'zini joyini xalqni o'zi belgilab berish kerak. Masalan, qarang, mana Oksfordga, Garvardga bilasizmi, 1800-yil, qaysidirlari 1600-yillardan beri faoliyat yuritadi, to'g'rimi? Katta-katta. Ko'plar uni davlat deb bilsa kerak, davlat universiteti deb bilsa kerak. Bizda lekin davlat deb biladi. Masalan-da, lekin o'sha Harvardlar, Oksfordlar nimasi bilan ular butun dunyoga tanildi? Ularni hech qayerda davlat mablag'lari yoki byudjet mablag'lari bilan ular shu darajaga yetib kelgan yo'q. Ularni mana shu darajaga olib chiqqan narsa bu ilmiy salohiyat bo'ldi. Ilmiy izlanishlar bo'ldi. Kashfiyotlar bo'ldi. Dunyoga olib kelingan juda katta olamshumul bir shunaqangi bir kashfiyot va shunaqa bir ixtirolarni dunyoga olib keldi shu universitetlar. Natijada
ular bugungi kunda misol uchun Afg'onistonda eshitasizmi ularni, Afrikada eshitasizmi universitetni hamma taniydi. Ya'ni bizni asosiy oldimizdagi turgan masala o'zi u xususiy yoki davlatniki degan narsa emasda bizni oldimizda turgan masala. Bizni oldimizda turgan masala biz 3-Renessans poydevorini yaratamiz deyapmiz. Lekin 3-Renessans poydevorini shiorlar bilan, balandparvoz gaplar bilan, qanaqadir bir ko'chada yozilgan bannerlar bilan qila olmaymiz-ku uni. To'g'ri. Uyushma masalan qandaydir bir ya'ni vazirlar mahkamasiga yoki ya'ni o'zini fikrlarini bildiradigan platforma bormi? Ya'ni chunki xususiy universitetlar haqiqatdan ham yaxshilariga davlat tomonidan yordam berilishi kerak deb o'ylayman. Chunki xususiy universitetlarda juda ko'p o'zini nima deydi? Qaror qabul qilish mexanizmi juda ham kuchli. Ya'ni bular ya'ni turli o'sha xalqaro standartlarni joriy etishda juda bu narsani oson joriy etadi. Yangi ochilgan universitetlar, yangi ochilgan kasblarni joriy etishi mumkin. Ya'ni xususiy universitetlar borasida va xususiy reyting agentliklar borasida bir taklif qilish imkoni bormi? Ya'ni bu vazirlikni qanchalik xususiy universitetlarni ishiga mana bu org strukturada necha kishi ishlashi kerak, ya'ni juda nozik masalalargacha aralashuvi buni Sovet davrida ko'rdik. Ya'ni nimaga olib keldi bu narsani? Ya'ni insonlarni qoliplashiga olib keldi, insonlarni tanqidiy fikrlar olmaslikka olib keldi va insonlarni umuman nima deydi? Butun insonlarni bir-biridan uzib ketishga bo'lgan ehtiyojini o'ldirdida. Xususiy universitetlar hozir nimadir yaratishi mumkin. Bir taklif qilindimi shu borada? To'g'ri aytyapsiz, Azamat aka. Xususiy universitetlardagi eng katta hozir yutuq bu akademik erkinlik. Bu juda ham kerak narsa. O'zi aslida davlat oliy ta'lim muassasalarida ham 100% akademik erkinlik berilganida, menimcha yana ham biz yutuqlarimiz ko'p bo'lardi deb o'ylayman. Lekin mana hozir misol uchun mana nodavlat ta'lim muassasalari assotsiatsiyasi o'rtada ana shu davlat bilan nodavlat o'rtasida ko'prik vazifasini bajarish maqsadida masalan biz hozir aloqalarni o'rnatdik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasida ta'lim loyiha ofisi bor. U loyihada rahbar bo'lib hozir Adham Xudoyqulov ishlayaptilar. Ular bilan biz uchrashuvlarni amalga oshirdik. Ular bizni yaxshi qabul qildilar. Va o'zlari endi bari xorijda ta'lim olganliklari uchun tushunyaptilar bizni dardlarimizni, bizni muammolarimizni tushunyaptilar. Lekin men aytmoqchimanki, bizga qo'llab-quvvatlov ham sezilyapti, misol uchun. Biz ba'zi bir masalalarda, masalan, vazirliklarga, turli tashkilotlarga, masalan, o'zimizni muassasalar, o'sha assotsiatsiyasidan xatlar ham chiqardik. Va xatlar chiqarganimizda bu xatlarga ijobiy javoblarni ham oldik. Sekin-sekin biz o'sha faoliyatimizni, demak, yo'lga qo'yishni boshlayapmiz va mana yaqinda prezident administratsiyasidan bizga xatlar tushishni ham boshladi. Ya'ni aloqalarni tikladik demoqchiman va davlat maslahatchi o'rinbosari tomonidan bizga xat tushirilib, ya'ni masalan o'sha nodavlatlarda ba'zi bir masalalarda bizdan yordam ham so'raldi. Bu ham ijobiy, yaxshi ko'rsatkich. Lekin bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, Azamat aka. Mana hozir xususiylarni biz to'g'ri, tom ma'noda biz xususiy bo'lish kerak, xususiylar rivojlanish kerak va bozor o'zi tarbiyalash kerak deyapmiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, misol uchun hozirgi kunda bizda bir 60 dan ziyod xususiy universitetlar bo'ladigan bo'lsa, faqat universitetlarni o'zini agarda sanaydigan bo'lsak, ularning hammasi ham risoladagidek ishlayapti deya olmayman men. Risoladagidek deb ayta olmaymiz. Asosiy muammolar nimadan iborat xususiy universitetlarda? Asosiy muammo shundan iboratki, ko'p universitetlar bilan biz borib, demak, suhbatlashamiz, ularning rahbarlari bilan gaplashamiz, o'qituvchilar bilan gaplashamiz. Shu yerda bu ta'lim jarayoniga ba'zi bir, endi hammani aytmaymiz, ba'zi bir
ta'sischilar o'sha o'zi ta'limdan chiqmaganligi nuqtai nazaridan, keyin unga qanaqadir bir faqatgina biznes loyiha, ya'ni to'g'ri ta'sischi biznes tarafini o'ylashi kerak, u tabiiy. Lekin u ijtimoiy mas'uliyat ham degan narsa bor-da. Ta'limni sifati. Ta'limni sifati albatta birinchi o'rinda turishi kerak. Ya'ni hozir shunaqa bir universitetlar bor, uni nimasi, ya'ni foizi kamroq, lekin ular bugungi kunda songa ishlayapti, sifatga emas. Ba'zilarini eshitaman, 15 ming talabasi bor, yo 3 yilda 10 ming talabaga chiqib ketganlari bor. Shunaqa. Lekin mayli talaba ko'p bo'lishi mumkindir, lekin sifatchi. Lekin birinchi masala, ya'ni tushundingiz-a, xuddi Chimkentdagi holat shunaqa bo'lgan. Chimkentda ochishgan, demak, ana shu universitetlarga ehtiyoj juda katta bo'lgan o'sha paytda va masalan o'sha ochgan universitetni ochganlar yaxshigina masalan talabalarni yig'gan, to'plagan, yaxshi biznesini qilgan. Lekin yillar o'tgandan keyin 2-3 yil ichida universitetlarning salohiyati, u yerdagi darslarni sifatlari sekin-sekinlik bilan oshkora bo'lishi boshlagan. Natijada tanlov qilgan talabalar. Qarangda, endi masalan, men hozir siz bilan bo'lgan muloqotda shu narsani tushunib yetdim. Asosan bizda ya'ni ta'limni atrofida bo'lgan kerak-keraksiz aksessuarlarga juda katta ahamiyat berilar ekan. Masalan, o'sha binosi yoki kitoblari qanchaligi, ya'ni biz hozir bilimga asoslangan jamiyatda yashayapmiz. Hamma narsa raqamli dunyoda. Kitoblar ba'zi universitetlarda 2 million, 3 million kitob, hammasi raqamlashtirilgan va masalan Shvetsiyaning olis shimolida yashaydigan talabasi Stokgolm universitetiga bormay turib, uni kutubxonasiga kirib, o'sha kitobni olib o'qib, ya'ni darsini o'zlashtiradi. Yoki masalan nima deydi, o'sha shimolda yashab turgan talabani poytaxtga kelmasligi uchun, ya'ni shimoldan poytaxtga kelsa, u yerda yashaydigan yoshlar qolmaydi, o'zi davlatni o'zimaydi Shvetsiya. Shuning uchun ularga onlayn imkonlar yaratilgan va bu 15-20 yil oldin, Coviddan ancha oldin. Asosiy maqsad bu yerda, ya'ni Finlyandiya singari butun mamlakatning burchaklariga sifatli ta'limni yetkazib bera olishlik. To'g'ri. Ba'zan shu savol qo'yiladiki, masalan, yetarlicha binosi bo'lgan, yetarlicha kitobi bo'lgan, yetarlicha o'qituvchi professori bo'lgan davlat universitetida ajabo sifatli ta'lim beriladimi? Nima deysiz shunga? Azamat aka, masalan, bitta ya'ni xususiyni chekkaga qo'ydik hozir. Chekkaga qo'yamiz, to'ppa-to'g'ri. Masalanda, mana tasavvur qiling. Shunday bir universitetlar bo'lsa-da, hozir mana Toshkentda davlat universitetlarini nazarda tutaylik, mayli. Sharoit 5 yulduz. Ya'ni 5 yulduzli mehmonxonani sharoiti bor deylik. Hamma yoq zo'r. Har bitta bolaga masalan 2x2 deb belgilangan kvadrat metrlarda. Mayli u 10 metr bo'lsin, 15 metr bo'lsin har bitta talabaga. Kelajagi o'ylagan holda masalan, kengroq demoqchiman-da. Bo'lsin shu narsa. U joyda ta'lim bo'lmasa, u mehmonxona shaklida qolaveradi u narsa. U ya'ni ta'lim dargohiga aylanolmaydi-da, u ta'lim dargohiga aylantirib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, Alisher Navoiy davrida madrasalarga borib, bugungi kundagi 80-sonlik qarori talablarini qo'ysakda, u yerda bilasizmi qanday olimlar kashf bo'ldi? Qanday olimlar chiqdi u yerda? Ularda kompyuter bo'lganmi? Masalan, yo shunday zabardast, ya'ni birinchi renessansni amalga oshirganlar, ya'ni ro'yobga chiqarganlar, asos solganlar davrini ko'rsak, yoki o'sha Ma'mun akademiyasini bilamiz, qanaqangi darajada sa'y-harakatlar qildi, boshqa bo'ldi. Mayli u eski davrida desangiz, mayli u paytda hali bu nima yo'q edi, sharoit bo'lmagan, elektr toki bo'lmagan, boshqa deydigan bo'lsak, Yaponiyaga borib keldik. Azamat aka, Yaponiyada har bitta yer qarich juda o'lchovli. Janubiy Koreya ham shunday. 100 ming kilometr kvadrat yeri bor, ya'ni. Bugungi kunda qarangda, mana men juda ham xursand bo'lardim agarda o'sha mana litsenziya beruvchi tashkilotlar borgan paytda biz o'zimiz ham ko'rdik, qo'lida lazer ko'tarib yuribdi-da.
lazer bilan o'lchayapti xonani masalan. Mayli talab kerak u narsa. Men unga hech qanaqasiga e'tirozim yo'q masalanda. Lekin o'sha lazerni o'lchab, xonani o'lchashdan avval sizlar mana universitet ochmoqchi ekansizlar. Nechta professor o'qituvchilar bor? Ha? Birinchi masala o'sha narsa qo'yilmayapti-da. Achinarli tomoni shunda-da, tushunyapsizmi? Ya'ni biz mana hisobotlarni ko'ring, u masalan maktabgacha ta'lim masalan bo'lsin, vazirligi bo'lsin, oliy ta'lim vazirligi bo'lsin, hisobotlarni bundoq qaraganingizda bilasizmi, nima ko'proq yangraydi? Mana shuncha maktabni moddiy texnik bazasini yangiladik. Shuncha daraxt oqlandi. Shuncha hudud obodonlashtirildi. Shuncha nima beriladi hisobotlarda. Mana majlislarda ham ko'ramiz. Men nechta majlislarda ishtirok etganman. Juda ham zo'r qilib beramizda. Hisobotlar juda zo'r. Hamma yon oq. Lekin qachon biz hisobotga qo'shamiz? Shuncha bolamizni fikri o'zgardi. Shuncha tafakkur oshdi. Shuncha bolamiz bilimli bo'ldi. Shuncha bolamiz IELTSda misol uchun peshqadam bo'ldi yoki shunchasi bilim nimasini oldi. Ya'ni tushunyapsizmi? O'sha qaratilayotgan mablag'lar, boshqalar faqat moddiy texnik bazasi-yu o'sha masalan ta'mirlash ishlariga ketilayotgan mablag'larni hisobotlarda eshitamiz-da. Qachon u o'sha aytmoqchimanki, o'sha har qanaqa o'qituvchi yoki misol uchun nima bor-ku, haligi ilmiy salohiyatni chetga surib, ya'ni tushunyapsizmi? Ya'ni ularni hisobga olmasdan turib, faqatgina binoga talab qo'yaversak. Bino shuna, hop shunaqa bino ham qildi deylik. Ha? Binoni zo'r qildi deylik. Lekin u yerda agarda u o'qitayotgan talabalarimizni mana bu miyalarida biz o'zgarish qila olmasak, ularni misol uchun olamshumul kashfiyotlar qiladigan qilib yetishtirmasak, ha? Hozir hamma joyda sun'iy intellektlar ishlayapti. Biz hali u sun'iy intellektni nima ekanligini bolalarimizga tushuntira olmayotgan bo'lsak. To'g'ri. Nima qilamiz u hisobotlar kimga kerak demoqchiman-da. Ya'ni agarda mana shu narsalarga misol uchun biz harakat qilmoqchimizki, u qaysi nima bo'lishidan qat'iy nazar men hech qachon ajratmayman davlat nodavlatniki. O'sha davlatni masalan bugungi kunda byudjetida o'qiyotgan talabalarimiz ham, xususiyda ham o'qiyotgan talabalar men uchun bitta, men uchun o'zimni farzandlarimdek ko'raman ularni. Bir xil. Ularni hech ajratish kerak emas. Biz faqat shunaqa qilishimiz kerakki, universitetlarning ichida raqobatni kuchaytirishimiz kerak. U raqobat qanaqa raqobat bo'lishi kerak? U yomon, bu yaxshi emas. Ya'ni uni binosi katta, buni kichkina, buniki bunaqa, buniki torroq emas. Bizning raqobatimiz mana bular bilan bo'lishi kerak. Miyalar bilan bo'lishi kerak. Kallalar bilan bo'lishi kerak. O'z qarangda, yaxshi narsani aytdingiz raqobat borasida. Masalan, ko'p eshitamiz, davlat universitetiga imtihon orqali kira olmaydigan talabalar oxir oqibat xususiyga boradi. Ya'ni xususiyga imtihonsiz masalan talaba sifatida boradi va o'sha xususiy universitet ta'sischisi bu narsani ko'rgan holda, ya'ni menga davlat universitetiga kira olmagan talaba kelganligi uchun men bunga juda ko'p nima deydi, investitsiya qilmayman deydi. Mumkin ta'lim sifatini qatdandir kesib tashlaydi, ya'ni pulini boshqa joyga tashlaydi, mana shunaqa narsalar. O'zi umuman universitetga imtihon bilan kirgan yaxshimi yo imtihonsizmi? Ya'ni sizning fikringiz nimadan iborat? Mana chet ellarga borasiz, Yaponiyada qanday, ya'ni Oksfordda nimada bu sharoitlar? Nima deysiz? Ya'ni ba'zan men o'zimdan ham so'rashadi-da, ya'ni Azamat aka deyishadi, mana davlatga imtihon bilan kirdi, lekin xususiyga imtihonsiz kirdi. Ya'ni demak bunda sifat yo'qmi? Shu ma'noga kelishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri, biz bu jihatlarni ham juda ko'p o'rgandik va xorijdagi bugungi kundagi tajriba necha yil davomida amalga oshirilib kelayotgan tajriba ekan. Bizdagi qarang paradoksni. O'zbekistonda misol uchun mana davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish jarayonlari juda qiyinlashtirib qo'yilgan. Juda qiyinda kirish. Lekin o'qish oson u yerda. Masalan, teskari narsalar borda bu yerda ozgina bir-biriga. Endi xorijda kirish osonroq. O'qish qiyin. O'qishga kirish osonroq, lekin o'qish juda og'ir. Ya'ni diplomni masalan bizda qarang, mana davlat oliy ta'lim muassasalariga bir talaba qabul qilinsa,
bo'ldi. U 4 yildan keyin qo'liga, mana bakalavriat bo'ladigan bo'lsa, 4 yildan keyin qo'liga diplomni olib ketadi. Qanaqadir bir jinoyat qilmasa, Endi jinoyat qilmasa. Lekin 4 yilda qo'lida qanaqa bo'lsa ham bitta diplom oladi, ketadi-da. Uni sifatli o'qidimi, u mutaxassis bo'ldimi, bo'lmadimi, misol uchun-da, u shunaqa bir og'riqli bitta nuqtani aytaman sizga, Azamat aka. Biz misol uchun 34 yil bo'lyapti, biz mustaqil bo'lganimizga. 34 yil ichida biz bitta gazni o'chira olmaydigan mutaxassis chiqarmagan bo'lsak, haqiqatdan shu muammolar chiqdi. Muammolar chiqdimi? Nimaga? Shuning uchun ham biz boshqatdan ko'rib chiqishimiz kerak ta'lim tizimimizni. Bizga mutaxassis kerak bo'lsa, u mana shu o'zi hamma joyda me'yorlar bor. Mana bu malaka talablari bor. O'sha narsani u talabalardan biz qabul qilib olishimiz kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Sifatli ta'limni o'lchaydigan, ya'ni vazirlikdagi instrumentlar emas, ular eskirgan. Siz nima taklif etgan bo'lardingiz? Masalan, mana shu kelishmovchilikni bir joyga yig'ishtirib qo'yib, bu sifatli ta'limni o'lchaydigan qaysi indikatorlar siz uchun muhim? Mana talaba 4 yilni bitirdi, farqi yo'q. Olis Qashqadaryodan bir universitetni va Toshkent davlat universitetini deylik. Ya'ni buni qaysi ramkalarda o'lchash mumkin? Bu sifatli kadr, bu sifatsiz kadr. Haligisiga qaramay turib, ya'ni xususiy davlat universiteti. Masalan, mana xorijda biz o'rgandik, har qanday mutaxassisni o'zini, demak, toifalari bor ekan. Toifalanadi. Masalan, toifalanish qayerdan kelib chiqadi deganda, bizga masalan bilasizmi, bundan necha yil, 10 yildan oshiqroq vaqt o'tdi, reyting baholash tizimi kirdi. Lekin bilasizmi, shu reyting baholash tizimini maktablarda ham o'qituvchilar bilan gaplashganimda, universitetdagi o'qituvchilar bilan gaplashganimda, reyting tizimi nima ekanligini haligacha tushunmaydi. Ya'ni 5 ni eng pasti-yu 5 ni eng yuqorisi, qarang. Reyting shuning uchun kerak o'zi. Ya'ni mutaxassislarni toifalash kerak. Ya'ni siz misol uchun toifangiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, shu toifaga yarasha sizga oylik to'lash kerak. Qayerga borishingizdan qat'iy nazar. Toifangiz pastroq bo'lgan bo'lsa, siz o'sha pastroq toifaga agarda o'qigan bo'lsangiz, siz o'sha toifangizga qarab turib sizga baho berish kerak. Va o'shadan yuqori narsani yuklamaslik kerak sizga. Qo'rqish kerak. Yuqori toifalik insonni joyiga bir past ballarga ega bo'lgan toifasi past odamni olib borib qo'ysangiz, ana shu yerda hamma joy rasvo bo'lyapti. Endi savolingizni asosiy nuqtasiga qaratadigan bo'lsak, javobni, masalan, men Misrda 6 yil o'qidim-da. Misr bo'lmasam qarang, juda ham haligi butun dunyoda haligi rivojlangan mamlakat hisoblanmaydi. Lekin ta'lim tizimi menga juda ham ma'qul keldi. Qaysi ma'noda? Yagona imtihon bor ularda. Maktabdan keyin, maktabdan keyin. Maktabdan keyin yagona imtihon bor. Men tavsiya qilardim. Mani qani edi shu, misol uchun vazirliklar, tashkilotlar eshitsa, shuni tavsiya qilardim. Qaysi ma'noda? Ularda maktabni bitirayotgan har qanday o'quvchi maktabni bitirayotgandagi topshirgan yagona imtihoni uni kelajagini belgilab beradi. Ya'ni 200 ballgacha imtihon topshiradi. 11-sinf bitirgandan. 11-sinf bitirgandan keyin 200 ballgacha. Qarang. Shunaqa reyting, mana reyting shu yerda ishlaydi. Ya'ni qarang, 187 mi, 89 dan tepasi o'sha birinchi toifalik mutaxassisga, ya'ni qaysidir bir eng reytingi baland, o'sha yurtdagi reytingi baland universitetga imtihonsiz kiradi. Bo'ldi, o'sha imtihoni bo'ladi. Va bu bilasizmi, o'quvchiga qanday mas'uliyat yuklaydi? U maktab davridayoq o'qiydi. Chunki u biladiki, menga hech kimga pora berishim kerak emas. Men maktabni yaxshilab, sifatli tugatsam, 200 ballga yaqin ball oladigan bo'lsam, ularda birinchi masala bilasizmi, ya'ni birinchi toifa, ilk, ya'ni bizda eng haligi muhim kasb deyiladi-yu. Misrda eng muhim kasb, qarang, muhandislik ekan. Injiniring, muhandislik. Mana shu 187 dan yuqori bo'ldimi, balingiz, siz injenerlik sohasiga to'g'ridan to'g'ri o'sha yagona imtihondan o'tganlik to'g'risidagi hujjatingizni olib borib topshirasiz, bo'ldi, o'sha yerda o'qiysiz. Qarang, qiziq narsa, ya'ni Misr rivojlangan davlat emas, lekin muhandislik
eng haligi nima deydi populyarniy kasb ekan. Misrda Bizda o'tgan Handasadan, yili ha? texnika ixtisosliklarga juda kam ball to'plagan talabalar kirdi. Ya'ni nima deb o'ylaysiz, paradoks nimadan iborat? Ya'ni aslida haqiqatdan ham to'g'ri narsa, texnika, muhandislik, tibbiyot, genetika bular kelajak kasblari. Lekin ularda muhandislik ya'ni talab etildi. Bizda texnika ixtisosliklarda, mana Toshkent universitetida ya'ni ballar juda past bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu ikkala ayri qutblarda bular. qarang, U ham masalan, bo'lmasa joy rivojlangan davlat emas. ya rivojlangan davlat emas, lekin bitta narsa bor ularda. Bitta bizadan juda ham ustun tarafi bor Misrda. Ularda juda ko'p narsa Misrning o'zida ishlab chiqariladi. Va muhandislar ularda juda eng katta oylikni oladi. Demak, ish imkonlari. Ish imkonlari. Bu juda ham muhim narsa. Juda muhim, chunki ularda zavod, fabrikalar Ishlab juda chiqarish. ishlab chiqarish juda katta va qarang, ularda hatto avtomobil sohasida o'zlarini avtomobil ishlab chiqaradigan va An-Nasr degan alohida bizni misol uchun hozir Ravonga o'xshagan, bizniki endi qo'shma-ku. U Misrning o'ziniki. O'zini avtomobillariga ega ular, zavodlariga ega. U yerda esa injenerlar suv va havodek zarur. Undan tashqari ularda ana shu neftni qayta ishlab chiqarish masalalari, masalan gaz sohasi bo'ladi deysizmi, misol uchun metalni qayta ishlab chiqarish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu narsalarda ular ancha peshqadam. To'g'ri, ish imkonlari. Ish imkonlari. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, aytaylik, mana hozir oxirgi 4 yilda universitetlarga o'zini o'zi moliyalashtirish va ba'zi bir universitetlarga avtonomiya berish, ya'ni o'quv rejalarini va butun kelajak trayektoriyalarini o'zi belgilay oladigan tarzda bir imkon yaratish. Nima deb o'ylaysiz? Vazirlik bo'lmasa universitetlar o'zini boshqara oladimi? Albatta boshqaradi. Albatta boshqaradi. O'zi aslida mana biz ertalab turdik, umuman vazirlik yo'q. Universitetlar bir qadam oldinga tashlanadimi? Tashlanadi. Lekin endi agarda O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, bu narsani biz birdaniga qila olmaymiz. Ya'ni bunga bosqichlar kerak. Chunki biz zehniyatimiz shunga o'rganib qolgan. Biz vazirlikdan, yo'q, biz vazirlikdan biror bir topshiriq bo'lmasa o'zi mana davlat masalan nimalarida, misol uchun nimaga menga topshiriq bermayapti? Topshiriq bermayotgandan qo'rqishimiz kerak degan tushunchalar bilan yashaganmiz shu paytgacha. Va lekin buni endi qarang, buni qanaqa qilish kerak? O'sha mana vazirlik misol uchun bugungi kunda hozir eng katta vazifasi o'sha papalab turibdi-da hozir universitetlarni. Yo'l yo'riq solib, masalan, chaqaloqni nima qiladi-ku, endi haligi qadam bosayotgan paytda sen bundoq yur, o'ngga yur, chapga yur deb turibdi-yu. Masalan, vazirlik shunaqa uni funksiyasida universitetlarga doim ko'rsatib turadi yo'lini. Chapga yurma, o'ngga yurma, unga yurma, to'g'ri yur. Tasavvur qiling, ertadan boshlab ko'rsatmasa nima bo'lishi mumkin? Ya'ni vazirlik butun faoliyatini to'xtatsa, aytsaki, universitetlar ertadan boshlab o'zlaringiz o'z yo'llaringizni ko'rasizlar deganda taxminlaringiz nima bo'lishi mumkin? Ya'ni universitetlar xaos bo'ladi. Xaos bo'ladi, albatta bo'ladi. Chunki biz unga o'rganmaganmiz. Biz hali u darajaga yetib kelmadik. Shuning uchun vazirliklar hozircha ishlab tursin. Kerak, lekin vazirlikning asosiy hozirgi kundagi oldiga qo'ygan maqsadi o'sha, ya'ni nima deydi, haligi bola bemalol o'zi yurib, mustaqil bo'lib, akademik erkinlik degan paytda tom ma'nodagi akademik erkinlikni u universitetlar o'zi yaxshilab tushunish kerak. Uni mazmun mohiyatiga yetib borish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Necha yil kerak universitetlarni oyoqqa turib yurib ketishini o'rgatish uchun? Necha yil yana kerak deb o'ylaysiz? Kamida 5 yil kerak. 5 yil. 5 yil kerak. 5 yil ichida men masalan o'zim demak prognoz qilib ko'rganman. 5 yilning ichida biz shuni biz o'ylashimiz kerakki, qarangda endi bugungi kunda masalan biror bir konferensiyalarda ishtirok etgan bo'lsangiz, o'zingiz ham guvohi bo'lgansiz. Hech qaysi mamlakat O'zbekistondan yetishib chiqqan olimlarni adadini sanab turib, bunga alternativ ro'yxatni bera olmaydi. Olimlarning ro'yxatini hech qaysi mamlakat bera olmaydi. Amerikadan tortib Malayziya, Indoneziyagacha, ya'ni o'tmishdagi tarixni 60dagi demoqchiman. To'g'ri, to'g'ri. Qarang, mana konferensiyada birgina mana misol uchun Toshkent Islom
nimasi gavhari bo'lgan paytda, madaniyati shahri bo'lgan paytda, islom madaniyati poytaxti shahri bo'lganda, o'sha paytda bir olimimiz chiqib 10 daqiqani o'zida faqat olimlarimizni sanadi. 10 daqiqa olimlarning ismini sanadi faqat. Masalanda, ya'ni shunchalik darajada dunyoga biz kashf qilib berganmiz shu olimlarni-da, ha? Endi nima uchun biz bu masalada to'xtashimiz kerak? Bizda nima faqatgina shu endi avvalgi o'tib ketgan olimlarni sanab bir-birimizga o'zimizni maqtab yuraveramizmi? O'sha olimlarni nimaga kashf qilmaymiz? Bizda bilasizmi, chetlarda shunaqangi salohiyatli pedagog kadrlar bor. Salohiyatli olimlarimiz bor. Shunday bolalarni ko'rdim, hozir agarda ularga ruxsat bersangiz, dronlarni yasab tashlaymiz deyapti, ustoz deyapti. Qishloq xo'jaligida ishlataylik o'sha dronlarni deyapti. Kerak bo'lsa deyapti, bayroqdorga teng keladigan, undan o'tib ketadigan narsalarni ham qilib bera olamiz deyapti. Masalanda, ya'ni bizda salohiyat juda katta, Azamat aka. Bizni qonimizda oqyapti u salohiyat. Biz ularni kashf qilmayapmiz. Har bitta bolamizda bitta iqtidor bor. Har bitta bolamizda juda ham katta talantlar bor. Har bitta bolamizda bor u narsa, talanti, iqtidori, kashfiyotlarga bo'lgan mehr muhabbati juda ko'p. Men masalan mana viloyatlarda, kechagina mana viloyatlarda borib aylanib keldik. Kecha men Arnasoyda bordim. Arnasoydagi bolalarni ko'rsangiz, ilmga chanqoqligini. Biz kerak bo'lsa seleksiyasi bilan shug'ullanmoqchimiz shunaqa bolalarni. Nimaga faqatgina biz futbolda yoki sportda faqat tanilishimiz kerak? Bizni nimamiz, qismatimiz shumi endi, Azamat aka? Butun dunyoga olimlarimiz, ulamolarimizni yetishtirib, faqat ularni gapirib, ular bilan maqtanib yuramiz-ku, lekin endi o'shani davomchilari borligini qachon o'ylaymiz? O'sha davomchilarimizni biz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, u davlatnikida o'qiydimi, xususiyda o'qiydimi, biz kashf qilishimiz kerak ularni. Biz talashmasligimiz kerak, saniki maniki qilib turib. To'g'ri. Demak, ya'ni biz muloqotni boshiga yana qaytamiz. Ya'ni u yerda chiroyli gaplar aytildi. Bu eng muhimi sifatli ta'lim. Albatta. Ya'ni kelajak kasblari, ya'ni talabalarni bitirgandan keyin dunyoda dolzarb bo'lgan masalan o'sha ishlarga joylashishi va O'zbekistondagi masalan o'sha kashfiyotlarni bir pog'ona yuqoriga olib chiqishi. Qarangda, qiziq narsa. Masalan o'sha bizning ajdodlar 9-asr, 8, 10, 11 masalan shu Mamun akademiyasi o'sha davrlarda bizning yurtimizdagi madrasalarni faoliyat ko'rsatishi. Bu faoliyatlar ya'ni qaysi bir markazga bog'liq ishlamagandir. Ya'ni Samarqandda joylashgan madrasa o'z holiga avtonomiya bo'lib ishlagan, Buxorodagi o'z holida avtonomiya bo'lib ishlagan. Va masalan o'sha Mamun akademiyasida o'sha davrni dohiylari, ya'ni bular Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Beruniy masalan hamkasb bo'lib birga ishlab. Men aytmoqchimanki, nahotki biz shu darajada ojizmiz, ya'ni yoshi katta insonlarga bor yo'g'i bitta universitetni mustaqil tarzda boshqarish huquqini bera olmasak, tasavvur qiling. Ya'ni biz dunyoni titratgan olimlar haqida gapiryapmiz. Ya'ni dunyo tan olgan olimlar. Lekin ayni vaqtning o'zida ma'lum bir universitetni eksperiment tarzida bo'lsa ham har bir viloyatdan yo har bir shahardan mustaqillik qo'llaringizda, mana bu sizlarning moliyalaringiz, mana bu sizlarning texnikalaringiz, bu kundan boshlab o'zlaringiz boshlanglar. Men ba'zan o'ylab qolaman, masalan, vazirlik, ya'ni o'quv reja universitetda bo'lsa, men tasavvur qiling, hozir bilimga asoslangan jamiyatda yashayapmiz. Butun kontentni siz internetdan qaysi bir universitetning o'quv rejasini olasiz. Ya'ni Toshkentdan nimadir so'rash imkoni, ehtiyoj ham yo'q. O'quv rejasini masalan joylashtirdingiz, o'qituvchini topdingiz va o'quv haligini jarayonni boshladingiz. Ya'ni oddiy bir xususiy universitet, tasavvur qiling, xususiy universitet vazirlikning hech qanday yordamisiz agar o'zi oyoqqa turib o'z ishini davom ettiradigan bo'lsa, ya'ni 70 yil davomida davlat universitet, nahotki bular shunchalik vazirlikka haligi eng yomon nima bilasizmi? Vazirlikda buni nazorat qiladigan insonni o'zi xalqaro tajribasi yo'q-da, ba'zan shunday bo'lib qoladi. Ya'ni u bu narsani ko'rmaganligi uchun uni hayolida hali ham o'sha sovet mafkurasidagi eng muhim o'sha checklist deydi,
shuncha kitobing, shuncha adad kitob bormi deydi masalan. To'g'ri, 40 yil oldin kitob muhim bo'lgan. Ya'ni chunki texnologiya yo'q, internet yo'q. 500 mingta kitob bilan insonlar maqtanishgan. Hozir 500 mingta kitob onlayn puli to'lansa, Oxfordning kutubxonasiga bog'lanib shu kitobni ishlatasiz. Men deyman, biz shu kuchli nazorat, markaziy nazorat, ya'ni imkon qadar insonlarni o'zimizga bo'ysundirish. Chunki mustaqillik berilmasa, bu korrupsiya alomatlari, bu nepotizm alomatlari, bu sizga markazdan o'zingiz istamagan tarzda o'quv rejalarini haligi qilish. Chunki tasavvur qiling, ya'ni 21-asrda Yaponiya, Janubiy Koreyani universitetlari to'laligicha avtonom ishlaydi va to'laligicha o'zi istagan proyektlar bo'yicha ishlaydi va istagan fakultetlarni yopadi. Men hozir yaqinda Ozarbayjondan qaytdim va qiziq bir fakt bor. Masalan, Naxchivan davlat universitetida xorijiy tillar bo'yicha insonlarni kelajagini o'ylagan holda, ya'ni bitiruvchi ko'p, ish soni kam, kvotani kamaytirishgan, qarang. Juda chiroyli, yaxshi narsa va ba'zi xususiy universitetlar yopishgan ham. Men nima demoqchiman? Universitetlar ochilishi kerak, universitetlar barqaror bo'lishi kerak. Albatta. Lekin xususiy universitetlar va davlat universitetlari umuman, ya'ni agar o'tgan yili 2024 sentyabrda qabul qilishgan bo'lsa, ajabo bu 4 yildan keyin bu talabalar ishsiz qoladimi, qolmaydimi? Bu yo'nalishlar o'zi qoladimi, qolmaydimi? Meni shaxsiy fikrim, bu vazirlikda o'tirgan insonlar binoni kvadrat metri yo qancha kitob borligi yoki qanaqa laboratoriyasi bor emas, umuman bu mutaxassislikka yo'nalishga olingan talabalarni taqdiri 4 yildan keyin nima bo'ladi? Chunki biz hozir oliy ma'lumotli ishsizlar borasida nima deb o'ylaysiz? Ya'ni hozir jamiyatimizdan ham bor, ba'zan so'rab qolasiz, taksi haydab yuradi, aka deydi, ishga kira olmadim deydi mutaxassisligim bo'yicha. Ya'ni oliy ma'lumotli ishsizlar haqida nima tushunchangiz bor? Nima deysiz? Esingizda bo'lsa, Azamat aka, oliy ta'lim fan innovatsiyalar vaziri bilan Kunuz muxbiri intervyu tashkil qildi. Ayni mana shu xususiy universitetlarning yopilishi va umuman ularning taqdiri to'g'risida savol berdi. Shunda vazirimiz aytdilarki, xususiy universitetlar ko'payadigan bo'lsa, oliy ma'lumotga ega bo'lgan ishsizlarning soni ortadi deb asoslab berdilar shu savolga. Shunaqa asoslantirilgan, ya'ni javob berdilar. Bu bilan nima demoqchilarki, agar biz oliy ma'lumotli mutaxassislarni ko'p chiqarib olsak, ularni ish bilan ta'minlash masalasi demak ancha muammoga aylanadi deb javob berdilar. Ya'ni davlatni bitiruvchilar 100% ishga kiryapti deganim bu degani? Bu degani shunaqa xulosa kelyapti-da. Ya'ni o'z aslida mantiqan to'g'ri javob, lekin bir narsani yaxshilab tushunishimiz kerak. Har qanday holatda biz oliy ma'lumotli mutaxassislarimizni qancha soni ko'p bo'lsa, undan biz tashvishlanishning o'rniga xursand bo'lishimiz kerak. U qayerda bo'lsa ham, masalan, qaysi joyga borsa ham, u kelgusida ana shu oliy ma'lumotli nuqtai nazardan yondashadi-da, o'zini kasbiga, o'zini olib borayotgan ishiga. Undan tashqari, hozir misol uchun mana xorijiy mamlakatlardagi universitetlardagi erkinliklarni ham gapirib o'tdingiz. Ana shu erkinliklar berilgani evaziga, masalan, men Yaponiyada Nagoya universitetida bo'ldim. Nagoya universitetini bilasizmi, kirib ko'rgan paytimda shunaqangi bir xursand bo'ldimki, yaponlar uchun xursand bo'lib ketdim-da, qarang. Shunaqa bir ular erkin bo'lganidan, qarang, Nagoya universiteti hamma narsani o'zlari qilishadi. Hech kimdan so'ramaydi, kimdandir qanaqadir bir topshiriq kutmaydi-da. Shu universitet butun dunyoga namuna qilib ko'rsatadigan joyi shundan iboratki, 2001-yildan 2014-yilgacha 6 ta Nobel mukofoti sovrindorini dunyoga kashf qilib berdi.
analogi bormi? Yo'q. Nima bilan erishdi? Erkinlik bilan erishdi. Akademik erkinlik bilan. Va u yerda umuman ana shu universitetni ta'sischilari, professor o'qituvchilari nimaga urg'u berdi desangiz, sifatli ta'limga urg'u berdi va mutaxassislarda o'zini vataniga bo'lgan sadoqat, o'sha Yaponiya fuqarosi, bitta olimi butun dunyoga bitta kashfiyot bersa, bu Yaponiyani yutug'i. Qarang, hozir yaxshi narsa aytdingiz haqiqatan ham oliy ma'lumotliklar haqida. Ya'ni tasavvur qiling, hozirgi vaqtda ham xususiy, ham davlat, ya'ni asosiy talabalar davlat universitetlarida o'qiydi. Ya'ni 4 yillik universitet tugatgandan keyin davlatni bitirgan, ham xususiy bitirgan biz oliy ma'lumotli kadr deymiz. Ya'ni texnologiyani o'zgargan bir davrda, ya'ni butun raqamli dunyoni umuman o'zgartirib tashladi bu ChatGPT, sun'iy intellekt, hamma narsa. Internetda bor bo'lgan ma'lumotni, ya'ni tasavvur qiling, 4 yil mobaynida o'qituvchi sinfga olib kirib talabaga beryapti, ya'ni internetda bor bo'lgan ma'lumot. Ya'ni unga qanaqadir o'zini qo'shimchasini ham qo'shmaydi, kommentariy ham qo'shmaydi, analiz ham qilmaydi. Bor narsani prezentatsiya holida aytib beryapti. Talaba uni qabul qilyapti. Imtihonlarda aynan virgul nuqtasigacha buni ya'ni bergan ma'lumotini qaytarib beradi, imtihondan o'tadi. Ya'ni 21-asrda shunaqa ta'limga oliy ma'lumot deyish mumkin. Ya'ni ya'ni chunki Sovet davrida ma'lumot beradigan manba bitta edi, universitetlar. Chunki texnologiya yo'q, internet yo'q, siz istagan ma'lumotni tashqaridan ola olmaydingiz. Ya'ni gazetalarda ma'lumotlar chop etilmaydi. Faqatgina universitetga borib u narsa olingan. Shuning uchun Sovet davrida unga oliy ma'lumot degan tushuncha berilgan. Mana hozir ko'ryapmiz, podkastlar, YouTube'lar, Wikipedialar, TikTok'lar ham turli xil, masalan, o'sha ya'ni dars instrumentlari bor. Masalan, o'sha IT ga boradigan, boshqa psixologiya kurslariga boradiganlar o'sha kursni sotib olib, uyida 6 oy o'qib, kerak bo'lsa, masalan, o'sha 4 yilni bitirgan yo domla bo'lib ishlaydiganlardan ko'p oylik oladi. Ya'ni shu davrda qanchalik to'g'ri, ya'ni internetda bor bo'lgan ma'lumotni o'qitib bitirgandan keyin bu oliy ma'lumotli, ya'ni ma'lumot so'zi o'zi hozir juda nima deydi, iskajonni bo'lyapti-da. Ya'ni juda ham, ya'ni masalan hozir ya'ni qanchalik bu oliy ma'lumotli, ya'ni oliy ma'lumot deganda nimani tushunish mumkin? Ya'ni shu ma'noda aytgandim. Azamat aka, endi biza bor-ku, mana yaqinda mana Qatarga borib keldik. Qatarda top 20 talikka kirgan universitetlar joylashgan shaharchada bo'ldik. Masalanda. Bilasizmi, men nimaga qoyil qoldim? Bizaga juda kerak ekan bu narsa dedim. Talabalar bor-ku, talabalar. Nazariya bilimlarni oladigani, nazariy misol uchun darslarda nazariya o'tyapti va qancha nazariya bo'ladigan bo'lsa, birinchi kursni o'zidayoq undan 2 barobar ko'proq amaliyot o'tyapti. Masalan. Endi siz aytyapsiz-ku, hozir misol uchun mana biz shunaqangi bir axborot texnologiyalar asrida yashayapmiz-da. Oliy ma'lumotli bo'lmasdan turib ham kirib, to'g'rimi? Sun'iy intellekt orqali ham hozir qancha narsalarni masalan amalga oshirsa bo'layapti-da, misol uchun. Lekin u yerda misol uchun nima bilan yutadi desa, ular amaliyotni sonini nazariyadan ko'paytirib qo'ygani bilan yutadi. Ya'ni ma'lumotni, o'sha teoriyani real hayotga qo'llay oladi. Real hayotga-da. Muhim. Tushunyapsizmi? Real hayotga. Ya'ni bizda misol uchun eng katta misol uchun musibatimiz nimadan iborat? Diplomlik mutaxassis bor, lekin uni ishxonaga olib borsangiz yoki bir fabrikaga olib borsangiz yo zavodga olib borsangiz, bilasizmi, unga yana qancha sarflashingiz kerak, yana qancha uni tayyorlashingiz kerak mutaxassislikka, o'zini kasbini mutaxassisligiga. Qarang, chunki eskirgan ma'lumot bilan eskirgan bo'ladi va undan tashqari umuman amaliyot bizda bilasizmi, asosan 4-kursda bo'ladi-yu. 4ta bo'ladi. 4-kursda bo'ladi. U 4-kurs amaliyotini ham masalan biz ko'rganmiz, qanaqa o'talishi. Nimligini topshiradi, 4 oydan keyin borib oladi. Keyin aytadi, bizani boshimizni qotirma deydi, o'sha amaliyot o'tadigan joyda ham bu joyga ko'p kirib yurma deydi. Senga deydi, yozib beramiz, amaliyot o'tadi deb deydi. To'g'rimi? Ya'ni
bunaqa yondashuvlarni bugungi kunda qayta ko'rib chiqishimiz kerak va umuman bugun yana bitta masala, juda ham zo'r masalani ko'tardingiz. Qanchalik darajada o'zi aslida mana shu har bitta u davlatniki bo'lsin, nodavlatniki bo'lsin, bizda birinchi galda bilasizmi, bizni universitetlarimizni reytingi nima bilan o'lchanadi deganda, biz bilasizmi, talabalar soni deydi ko'pchilik, yoki misol uchun haligi kampus kattaligi, markazda joylashganligi, shunday. Uni SMMchilar rosa hamma yoqqa tarqatayotgani, masalan, o'shan bilan reytingni baholashadi-da o'zi. To'g'ri. Lekin xorijda nima bilan baholaydi desa, uni bitiruvchilarini necha foizi ish bilan ta'minlangan va necha foizi o'zini ta'minlab turib, oilasini ta'minlab turib, ortib qolgan pulni universitetga urishi. Endowment. Ha? Ana shu bilan-da ular reytingi. Lekin bizda misol uchun qarangda, Sovet paytini qarang. Sovet paytida eng reytingi baland universitet nima edi desa, huquqshunoslik, ya'ni yuridik soha edi-da, to'g'rimi? Nima uchun misol uchun mana Misrda bolalar 5-6-sinfda anglashni boshlaydi-da, kelajakda men agarda muhandis bo'ladigan bo'lsam, hatto ularda bilasizmi, shunaqangi ibora bor. Siz agarda bir biznes partnyorlikka kimnidir tanlagan bo'lsangiz, Misrda, unga misol uchun shunaqa bir so'z aytmoqchisizki, siz bilan biznesingizni u bilan bog'lasangiz bo'ladi. Ya'ni shu gapni gapirsangiz, u siz bilan biznesni bog'laydi. Ularda bilasizmi? Ya bosh muhandis deydi. Bosh muhandis. Prestijli, ya'ni bu bilasizmi? Nufuzli, qarang. Nufuzli bu. Hatto prezidentga bunchalik xursand bo'lmaydi. Sen prezident bo'lasanmi? Iloyim bo'lgin degan gapingiz unga unchalik nima bo'lmaydi. Ya'ni u soxtalik ma'nosi bo'ladi. Lekin siz unga murojaat qilgan paytingizda bosh muhandis deb murojaat qilsangiz, tamom, bo'ldi, men sen bilan ishlayman deydi. Misrda rektorlar saylanadimi? Qanday? Ya'ni universitetlarda, ya'ni o'sha ishlab turgan xodimlar tomonidan saylanadimi rektorlar yoki? Yo'q, qaysi birlaridadir saylanadi. Saylanadi. Qaysi birlaridadir saylanmaydi. Misol uchun xususiylar, ularda ham endi baribir nima bor. Lekin aksariyatida ularda o'sha o'zini alohida tanlangan ilmiy o'sha kengashi bo'ladi. Olimlarning, ulamolar kengashi deydi. Ulamolar kengashi. Shu ulamolar kengashi tomonidan saylanadi. Masalan, mana Azharda shunaqa saylanadi. Masalan. Va juda ham bir katta o'ziga yarasha siyosatga ega bu narsa va o'shanga qarab turib, demak, talabalarni, boshqa nimalarni ham o'qishga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga sababchi bo'ladi. U ham masalan o'ziga yarasha, demak, yutuqlari bor o'sha saylashni ham. Boshqa masalan mana universitetlarda ko'rdik, misol uchun mana shu Yevropa universitetlarida ham juda ko'pida saylanar ekan rektorlar. Buni ham misol uchun bir o'ylab ko'rish kerak, bir joriy qilish masalasini. Lekin bugungi kunda biz shunaqangi bir oldimizga bitta maqsad qo'yishimiz kerak. U ta'lim masalan fidoyisi bo'lgan inson qanday qilsak biz bolalarimizni, bitirayotgan bolalarimizni masalan kelgusida ish bilan ta'minlashimiz kerak ekanligini ham o'ylashimiz kerak va men o'zimga savol beraman-da, har yili masalan mana bilasiz, abituriyentlarning soni e'lon qilinadi. To'g'ri. Oxirgi yillarda qarang, 1 millionga yetar yetmas, demak, abituriyentlarning sonini aytilyapti. Va demak, ulardan misol uchun 200 mingigina kira oladi. Universitetlarga qabul qilinyapti-da. Endi Azamat aka, mana bu 800 mingta abituriyent. Ularning taqdiri nima bo'ladi? Kim o'ylaydi uni? Ularni misol uchun agarda biz yaxshilab ahamiyat bermasak, ya'ni qarangda, hozir o'zi aslida universitetlarga, xususiy universitetlarga ham ehtiyoj katta. Yoki misol uchun mana maktablar bor-ku, maktablarga hozir qarang, subsidiya beramiz deyapti, maktab kim qilsa, xususiy maktab qilsa deyapti-da.
Hozir o'zida respublikaga 500 ta maktab yetishmayapti hozir, 500 ta. Biz 1 millionga ko'payyapmiz har yili. Bilasizmi? Bu qanday son? 1 million ko'payganimizdan keyin biz o'ylashimiz kerak. Ya'ni o'zimiz masalan mana uyga mehmon chaqirsak ham 10 ta mehmon chaqirsak, 10 ta mehmonni biza qabul qila olamizmi, yo'qmi deb shoshib qolamiz o'zimiz xonadonimizga. Shunaqa bo'lgandan keyin davlatda yiliga biz 1 millionga ko'payganimizdan keyin u 1 millionni o'ylashimiz kerak ertaga o'qishini, boshqasini. Misol uchun-da. To'g'ri. Qarangda, bir qiziq narsani aytdingiz. Masalan, 1 million talabadan 200 mingtasi kiradi, 800 mingtasi izlab yuradi qayerga nimadir kiray deb. Ba'zan shu narsani o'ylab qolaman. Masalan, bizda Toshkent shahrida juda ko'p xorijiy universitetlarning filiallari borda. Ham masalan Koreyani, Angliyani, Singapur, Rossiya universitetlari bor. Va bularda ta'lim tizimi xalqaro standartlarga asoslangan va masalan o'sha to'g'ridan to'g'ri o'sha markaziy kampusni o'quv rejalarini transformatsiyasi qilingan. Talabalar erkin formada yurishadi, hamma narsa bor. Ba'zan o'ylab qolaman, ya'ni ularda o'qiydigani biz fuqarolarda qora ko'zlar, ya'ni bir boshqa kosmosdan tushgan talabalar emas. Yo'q. Biz davlat universitetdagilarga ya'ni imkon qadar ta'limga aloqasiz bo'lgan nima imkon bor, shu tazyiqlar aynan singdiriladi bularga. Nazorat kuchli. Bularda yo'q. Shunda menda savol paydo bo'ladi. Bu ikkalasi bitirgandan keyin ikkalasi ham masalan shu bizni davlatimizni rivojlantirishda o'z hissasini qo'shadi. Bu tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlash, o'zini fikrini erkinlik bilan ifoda etish ko'nikmalarini qo'lga kiritadi. Bular esa ko'proq tashqi qiyofa, ko'proq ma'naviy tadbirlar, ko'proq boshqa masalan shu nima deydi, ta'limdan uzoq bo'lgan va insonni bezdiradigan ba'zan masalan o'sha instrumentlarga ko'miladi-da. Shunda bir savol paydo bo'ladi. Ya'ni ikkalasini ham ko'rib turgan mutasaddi vazirlik xodimlari borda. Nahotki bular o'ylamaydi? Nima qilamiz biz chet elga komandirovkaga davlat pulini sarflab? Ya'ni shu yerning o'zida qanchada mana necha yil bo'ldi, ba'zi universitetlar 10 yildan ziyod faoliyat ko'rsatyapti. Bular juda ham muvaffaqiyatli ba'zilari. Shuni olib transformatsiya qilsak yoki shu universitetga aytsak, iltimos, mana shu 3 ta universitetni qaramoqlikka beramiz sizga. Siz mana shu bor bo'lgan experience jarayonni shu yoqqa tatbiq eting. Nahotki shu narsa qiyin deyman ba'zan. Ya'ni bu ko'chadan bu ko'chaga, ba'zilarning orasida mumkin 100 metr, 200 metr masofa bor. Ikkalasi ham bizni talabalar. Nima qilamiz? Agar u universitet, xorijiy universitet bizdagi ba'zi elementlarga qarshi bo'lib o'zini standartlarini joriy etadigan bo'lsa, unda savol paydo bo'ladi. Ya'ni biz ikki jabhaga burilgan ikkita kategoriyalik yosh avlodni yetkazib beryapmizmi? Biri kreativ fikrlashdan ancha yiroq, o'tir desa o'tir, o'l desa o'ladigan, biri jahonni kashf etadigan, ya'ni bizni o'sha 3-renessansni poydevori qo'yadigan. Unda bular soni yetmaydi-yu, renessans 38 million aholiga bir chiroyli narsa yaratib berish uchun. Biz buni sonini ko'paytirish o'rniga davlat universitetlarga ham shu imkonlarni yaratsak, ya'ni talabalardagi o'sha darslarni umuman bularda mumkin 50 daqiqadir, bilasiz, Koreyada 50 daqiqa. 50 daqiqa. Bizda 80 minut masalan, bu yerda 80 daqiqa. Ya'ni bularda bor narsani to'laligicha davlat universitetlarida tatbiq etsak, chunki bular ba'zilari 15 yil bo'ldi faoliyat yuritganga va juda muvaffaqiyatli. 3-4 ta bitiruvchi bergan, ba'zilar 7-8 ta bitiruvchi bergan, hammasi muvaffaqiyatlidir bularni. Eksperimentdan o'tgan, ya'ni sertifikatsiyadan o'tgan, ta'lim sifatiga muammo yo'q. Nima deysiz? Shunchalik qiyinmi yoki xohish yo'qmi yoki davlat universitetlari bir katta byurokratik mashinaga aylanganmi, ya'ni qarshilik ko'rsatadi bunga, yoki keraksiz fanlar yo'qotilsa ko'plar ishsiz qoladimi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni shunday joriy etish mumkinmi? Avvalambor uning uchun iroda kerak va o'sha chiqib keta olmayotgan qoliplar bor, qandaydir bir
o'sha sovet davrida qo'yilgan qoliplar bor va o'sha sovet davlati paytida qo'yilgan standartlar bor va chegaralar bor. U chegaralardan biz agarda chiqib keta olsak, masalan, shunda siz aytgan narsani o'ylab ko'rsak bo'lardi. Lekin siz hozir yana bitta muammoni ko'tardingiz-da bu savolingiz bilan. Misol uchun, hozir bizda xorijiy mamlakatlarni universitet filiallari deylik. U filiallarda kimlar o'qiyapti desangiz, u filiallarda asosan to'lov qobiliyati bor, demak, ota-onani farzandlari o'qiyapti. To'g'ri. Va ular bilan bir suhbatlashganmisiz? Kelajagini bir so'raganmisiz? Men so'raganman. Juda ham ko'pi, 80%. 80% O'zbekistonda qolmaydi ular. Yashamaydi O'zbekistonda. Chunki ular xorijdagi erkinlikni o'sha universitetni o'zidayoq sezyapti-da. Akademik erkinlik bor ekanligini. Uni misol uchun ba'zi bir tashkilotlar kelib ertalab darsini hisobidan yo'qlama qilmayapti, darsini hisobidan. Bular balon ta'lim tizimiga kirgan xorijiylar, bilasizlar? To'g'ri, to'g'ri. 50 daqiqa ularniki. Balonskiy protsessga. Ha, u ta'lim tizimi, u necha yil avval kirilganmi, masalan. To'g'ri. Ular ham masalan, "Kela shuni qo'l ko'tarib hal qilaylik" deyilmagan. U juda ham tadqiqotlar olib borilib, kelgusida shu 50 daqiqa qiladigan bo'lsak, bizga qanday foydasi bo'ladi, qanday zarari bo'ladi deb professorlar ishlagan, sizga o'xshagan. Masalan, bu yerda juda katta jarayon bo'lgan. To'g'ri. O'zidan o'zi qilmagan bu ishlarni. Lekin hozir misol uchun biza masalan o'sha aytyapman-ku, qanaqadir bir qoliplardan chiqib keta olmayapmiz-da. O'sha qoliplarni qo'rqmasligimiz kerak. Biza mustaqil bo'ldik, baraka topkul. 34 yil bo'ladi mustaqil bo'lganimizga. Shunga aytaman, shu qoliplarsiz biz shu universitetlarni nahotki o'zlari boshqara olmasa-da, bular turgan bitgani zararda. Mana shuning uchun men boya kamida 5 yil deganim, vazirliklarni o'zi ehtiyoj qolmaydigan jarayon, masalan, agarda shunda ham 5 yilni to'g'ri taqsimlab, vaqtimizni to'g'ri belgilab, shu oliy ta'lim muassasalariga davlat tomonidan yordam qilib, ularni o'zini oyoqqa turg'izib, mustaqil, hatto keling uni misol uchun moliyaviy mustaqilligini ham o'ziga bersangiz, eplaydi. Hozir bilasizmi, o'sha oliy ta'lim muassasalariga davlat byudjetdan qancha milliardlar sarflaydi. O'sha o'qituvchilariga ham, boshqasiga ham. Lekin ularda hozir yana bitta katta muammo, u byudjetga taqalib qolgani uchun, o'zini moliyaviy mustaqil hisoblamagani uchun, uni zo'r 20 yil, 30 yilda professor bo'lgan katta kadrlari xususiylari ketib qolyapti. To'g'ri. Va ular esa o'sha narsani oldini olish uchun endi haligi tekshirishga boradi-yu. Xususiy universitetlarni. Ishonasizmi yo'qmi? Bir marta shunaqa bo'ldi, bittasi keldida, silabusda yozilgan, o'quv dasturlarida ko'rsatilgan, dasturda hamma narsa chiroyli qilib turib belgilangan darsliklar bor, silabuslarda. Shu silabuslardagi, misol uchun, adabiyotlarni ko'rsating dedi. Ko'rsatdik. Mana adabiyot. Mana shu. Endi qarang. O'sha nomdagi adabiyot, o'sha odam, ya'ni muallif o'sha-da, adabiyotni shunchalik tekshiryaptiki lupalar bilan. Qandaydir bir o'sha adabiyotdan ham bir nima topishda, endi kamchilik topish deb, oxiri topib xursand bo'lyapti-da. Topdim deyapti. Nimani topdingiz desa, bu deyapti, qarang, adabiyot deyapti. 2018-yilda chiqqan adabiyot ekan deyapti. Hop, 2018-yilda chiqqan adabiyot. Sizga nima yoqmayapti? Sizlar silabusga kiritganinglar 2017-yilda nashr qilgan deyapti. Bir xilmi ichi, mazmun bir xil, muallif bir xil, hamma narsa bir xil-ku desangiz, yo'q, ana shu 2017da deb ko'rsatganmisiz deyapti, silabusda deyapti. O'sha 2017-yilda nashr qilingan adabiyotni ko'rsatsangiz, o'shanda men deyapti imzo qo'yib. Demak, u qoliplashgan sovet mafkurasi bilan nima deydi, bo'yangan inson uchun sifatli ta'lim shunda demak. Ya'ni agar 2017 joyiga 18 yozsangiz, demak unga shu kerak, sifatli ta'lim degani shu. Tushundingiz? Ana, yo'q, mana qolib deyapman-ku. Qolib.
qolipda agarda sizni o'sha ya'ni muallif ham o'sha, kitob ham o'sha, hatto kitobni betiga ham beti bor, necha betli kitob. O'shani ham yoziladi-da, necha betli kitobligicha yozasiz. Beti ham o'sha turibdi. Faqat 1 yil farq qilyapti nashr qilinganiga. Masalan, lekin o'sha mazmun ham o'sha boshqa, lekin siz o'sha narsani taqdim qilib bera olmadingiz. Sizni tekshirishga kelgan paytda siz o'sha silabusga qo'ygan adabiyotingizni qarang-da, bitta shuni amalga oshirib bera olmadingiz, sizga adabiyotlar ya'ni o'sha biz tekshirgan paytimizda adabiyotlar mavjud emas deb davlatnoma tuzib ketyapti. Qarangda, uni bilim kompetensiyasi, oliy ta'lim tushunish mafkurasi, konsepsiyasi demak shundan iborat. U undan u yoqqa o'tolmaydi. Ya'ni o'tolsa bilimi yetmasligini ham juda yaxshi biladi va eski sovetlardan qolgan juda kichik texnik muammolar bilan sizga katta muammo yaratadigan bir qarshingizda bir nima deydi, bir eski, ya'ni eski tizimni bir elementlari desak to'g'ri bo'ladi. Qarang, siz juda ko'p chet ellarga bordingiz, mana Yaponiya haqida aytdingiz. Uchrashgan xorijiy rektorlarni o'rtacha yoshi nechida edi? Ular xorijiy tillarni bilarmidi, yo'qmidi? O'rtacha yoshi shu 45 dan 50 atrofida. Ya'ni siz nima deb o'ylaysiz? Mana hozirgi 21-asrda zamonaviy rektorlarni siz qanday tasavvur qilasiz? Ya'ni bir prototip bordir sizda. Masalan, mana shunday rektor bo'lsa, men o'ylaymanki, universitet haqiqatdan rivojlanadi. Masalan, mana biz sovet davrini esladik-da. Endi eslamasdan iloji yo'q, chunki biz rektorlarni ham o'sha paytda shakllanganini bilamiz-da. Bizdagi masalan davlat katta universitetlarida bilasizmi? 4 yil o'qigan bola rektori kimligini bilmasdi. Ya'ni rektor bilan muloqot qila olishi mumkinligi degan tasavvur yo'q edi. Qaysi davr aytyapsiz? SSR paytida. SSR payti. Sovet paytida u yetib bo'lmaydigan bir lavozim edi-da, rektor lavozimi. Chunki rektorni misol uchun agarda o'sha hududga, universitet hududiga chiqishi ma'lum qilinganida universitet talabalarini birortasi bo'lmasligi kerak edi. Va u hech qachon talabalar bilan muloqotga kirishishi u rektor degan lavozimga to'g'ri kelmas edi va uni qandaydir bir pastki pog'onalarga tushirib qo'yadi. Ya'ni u davrda subordinatsiya degan narsalar bo'lardi. Studentdirdi. Student bilan rektor hech qachon bitta safda turmaydi. O'zi muloqot qila oladi. Ya'ni rektorlar faqatgina o'sha davrda o'sha endi belgilangan masalan lavozimlar bor edi. Rektorni hatto qabulxonasiga kira oladiganlarni ro'yxati shakllangan edi. To'g'ri. Prorektorlar kira olardi va qaysidir maslahatchilar kira olgan. Ungacha ya'ni u subordinatsiya hisoblangan. U endi sovet tuzumini shu demak qoliplari desak xato bo'lmaydi. Lekin misol uchun men masalan mana dunyo kezib shunaqa rektorlarni ko'rdim. Rektor bilasizmi, birinchidan kirishuvchan bo'lish kerak. U kerak bo'lsa talaba bilan gaplashadimi? Ana shu oddiy bir xodim bo'ladimi? Universitet xodimlari ham xodim, u insondir. Talabani hisobidan u rektor bo'ldi. Talaba yo'q bo'lsa qayerda rektor bo'ladi universitetda? Albatta, lekin bizda bilasizmi haligi rektorlik nimasi, mansabi shunaqangi bir mansab bo'lib ketganki, ya'ni u endi uni doim mashinalar olib yurish kerak, unga hamma nima deydi, takalluf bildirish kerak, tushundingiz-a? Tushundim. Ya'ni qanchalik rektorga yaxshi xushmuomala bo'lsa, rektorga yoqadigan bo'lsa, u lavozim pog'onalarida o'sishi va hokazo. Ya'ni rektor misol uchun talabalar bilan o'tirib qanaqadir bir kashfiyotlar ustida ishlaydigan odam deb tasavvur qilinmaganda. Lekin ba'zi bir misol uchun men mana rektorlarni ko'rdim, juda ham bir havasim keldi. Bilasizmi, masalan, guruh talabalar bor. Har bitta guruhni o'zini vazifalari bor. Ya'ni qaysi ma'noda? Rektor uchun qilib beradigan vazifa emas. Universitet uchun, universitetni
obro'sini, sha'nini yuqorilarga ko'taradigan bir kashfiyotlar, u universitet beradigan kashfiyotlarga rektor jon jahdi bilan borib o'sha narsalar bilan shug'ullanib baraka topgunlar deyapti. Men o'zi deyapti 4 yilgami 5 yilga saylanganman deyapti rektor. Shu saylangan vaqtimda deyapti, men ilm fan uchun nimadir hissa qo'shib ketishim kerak deyapti. Uning uchun sizlar bilan biz birga harakat qilishimiz kerak. O'sha sizlar bilan bir kashfiyot qilsak, meni ham bir familiyam o'sha kashfiyotlarda tursa, ya'ni menga kitob chiqarib beringlar, men nomimni chiqaringlar, keyin sotinglar. Unaqa emas. Masalan, bizda hozir xorijiy tillarni bilmaydigan rektorlar bor, tasavvur qiling. Bular xorijiy safarlarga chiqishadi yoki o'zini sohasida ma'lum bir tilda chop etilgan o'sha jurnalliklarni o'qishi mumkin. Ingliz tilida o'qiy olmaydi. Bunga qanday qaraysiz? Chunki inson masalan kamida ingliz tilini bilsa, masalan safarga borgandan ham o'tirib o'sha chet ellik hamkasb bilan tarjimonsiz dildan gapiradi, qalbdan gapiradi. Ya'ni bu yondashuvlar, ya'ni borda shunaqa, ya'ni umuman katta universitetlarni rektorlar bor, til bilmaydi xorijiy tillarni. To'g'ri. Misol uchun biz o'zimizdan ham bir misol keltirsak bo'ladi. Biz misol mana Turkiyaga borgan paytimizda juda ham katta oliy dargohlarda bo'ldik. O'sha yerda misol uchun turk tilida muloqot qilgan paytimizda shunaqangi bir haligi nima deydi, manfaatli muloqotlar bo'ldi. Misol uchun o'sha mana Karabuk universitetiga bordik. Bilasizmi, universitet gektarlarga joylashganda, universitetning ichida alohida universitet uchun mo'ljallangan transportlar borligini ko'rib hayratda qoldik-da. Kampus juda ham katta. Juda katta-da. Ko'rsangiz, u talabalarga alohida, o'qituvchilarni o'zini alohida olib yuradigan transportlar, ularga shunaqa nimalarni ko'rganimizda, misol uchun bizga ulardan shunaqangi bir iliqliklarni ko'rdik. Ya'ni nafaqat til, u yerdagi universitet rektorlari bilan so'zlasha oladigan ilmiy salohiyat ham kerak-da. Agarda to'lqiningiz har xil bo'lib qoladigan bo'lsa, u ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bugungi zamonaviy demak rektor degan paytimizda u har taraflama zukko, intellektual salohiyatga ega bo'lgan, IQ'si yuqori bo'lgan va demak qarshisida o'tirgan hamkasabasi nima deyotganini yarim so'zdan anglab, unga o'sha u aytayotgan mavzuni yanada davom ettirib, uni yanada fikrini rivojlantiradigan rektor bo'lish kerak. To'g'ri. Ana shundagina u rektorni demak salohiyati ko'rinadi va umuman universitetga baho beriladi. To'g'ri. Buni o'zimiz ko'rdik. Nuriman aka, haqiqatan juda bir ajoyib suhbat bo'ldi. Ya'ni men o'zim juda ko'p savollarga shu orqali javob oldim. Ya'ni mazmunli suhbat. Rahmat. Ya'ni ko'ngil istaydiki bu suhbatni davom ettirish. Lekin bizni tomosha qilganlar, ya'ni ularning ham vaqtini o'ylashimiz kerak. Albatta. Ya'ni qancha qisqa bo'lsa, shuncha tomoshabinlar uchun bu ularni vaqtini tejagan bo'lamiz. Katta rahmat, taklifimizni qabul qilib ushbu studiyaga keldingiz mana oliy ta'lim borasida, xususiy universitetlar borasida. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har ikkala guruh universitetlariga imkonlarni yaratib va ikkala universitetlarda o'qiydigan talabalarga bitta ko'z bilan qarab va har ikkala universitetda bo'ladigan jarayonni vatan uchun xizmat qiladigan bo'lsa, kelajak uchun xizmat qiladigan bo'lsa, aynan o'sha turdagi konsepsiyani butun universitetlarga joriy etish kerak deb o'ylaymiz. Katta rahmat Nuriman aka, salomat bo'ling. Azamat aka, sizga ham katta rahmat. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun ham rahmat. Va xulosaviy bir fikrimni aytib o'tmoqchiman. Bizni tomosha qilayotganlar o'ylamasinki, biz qaysidir bir tashkilotni yoki qaysidir bir vazirlikni tanqidi uchun yoki boshqasi uchun emas, balki biz o'zimizni yurtimizni juda ham yaxshi ko'rishimiz, yurt uchun befarq emasligimizni ko'rsatadi. Fidoyi ekanligimizni, yurtimizda yetuk kadrlarni yetishtirishda bevosita ta'lim muassasalarini o'rni juda ham katta ekanligini va biz qaysi tashkilotda ishlashimizdan qat'iy nazar ta'limni rivojlantirishimiz kerak. Chunki najot ta'limda, dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q deganlar Imom Buxoriy. Shunday ekan,
mana shu ilmga, ta'limga xizmat qilib qolsak va bir-birimizni to'g'ri tushunishga undayapmiz. Qaysi vazirlik, tashkilot bo'lishimizdan qat'iy nazar kelajakda mana shu O'zbekistonimizda juda ham katta bir ishlarni amalga oshirishda kadrlarni salohiyati juda ham muhim ekanligini va 3-renessansni poydevorini faqat va faqat ilm bilan, ta'lim sifati bilan amalga oshirishimiz kerakligi to'g'risidagi gapni aytdik xolos. Rahmat. Aziz bizni kuzatuvchilar, katta rahmat e'tibor uchun, sarflangan vaqt uchun. Albatta kelgusi tayanch nuqtasi dasturida uchrashguncha salomat bo'ling.